Men Anorqulov Rahmon Mahomatmarovich, Andijon viloyati Buloqbosh tumanidagi 22-umumta'lim maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bugungi milliy sertifikat imtihonlari juda ham shaffof, odilona, haqqoniy o'tkazildi. Hech qanday qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilmadi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Mening asosiy maqsadim shu imtihonlarga tushayotgan savollarni o'quvchilarimga yetkazish, ular bilan yanada mustahkam o'rganish va o'quvchilarning ham bilimlarini shu darajaga olib chiqish niyatida shu imtihonga qatnashdim. Imtihonlar juda ham shaffof tashkil etilgan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Shu bugungi kundagi imtihonga qatnashgan abituriyentlarga, ustozlarga omad tilayman. Mana shu sertifikatlarni qo'lga kiritishib, DTM imtihonlarida va boshqa imtihonlarda yuksak natijalar ko'rsatishini tilakdoshman. Va kelajak avlodga ta'lim berishda shu fidoyi o'qituvchilarimizga doimo omad, sog'lik, baxt, omonlik tilayman.